Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Chilonzor metroni shundoq oldidan kvartira so'raganlar uchun juda shikolat kvartiramiz sotuvga chiqdi. Narxi ham juda arzon, juda qulay lokatsiyadan bo'lgan. 5 etajli uyimizni ikkinchi etajdan chiqdi. Ko'rib turibsizlar, mana metroni oldidagi 9 etajli dom shuni orqasida. Metroga chiqsa 200 metr ham chiqmaydi. Chiqsa chiqadi. Bu uyimizda sredniy remont holatida srochniy sotilyapti. Egalariga pul yonib turgan ekan. Kelishtirib berib yuboramiz deyishyapti. Shoshilib qolinglar. Uyimizning lokatsiyasini yana qaytadan tushuntirib yuboraman. Chilonzor 16-kvartal. Chilonzor metroni shuni oldidagi 5 etajli domdan bu g'ishli dom emas, panelli dom, 1,5 ga 3 balkon bo'ladi. Ipotekaga bermaymiz, faqat naqdga sotiladi. Srochniy sotilyapti. Narxini uyda obzorini video davomida ko'rasizlar. Narxini oxirida aytib o'tib ketganman. Kimga qiziqarli bo'lsa, pastda nomer qoldiraman, batafsil ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. Xonadonimizga ham kirib oldik. Kirishimiz to'g'ri mana shu koridorni ko'rib turibsizlar. Bu yoqda hojatxonamiz. Hojatxona bilan hammom razdelniy alohida ajratilgan. Bu yoqda sanuzul ko'rib turibsizlar. Bu yoq zal. Zali ham 320 ga 530 bo'ladi. 1,5 ga 3 balkonlari bilan. Bitta ko'rsataman, 1,5 ga 3 balkon. Bu ikki xonani o'zini qoldirgan, ikki xona 3 xona qilib qo'ymagan. Oshxonasi o'zini joyida qolgan. Ko'pchilik bu uyimizni mana bu oshxonasini shundoq balkonga chiqazib, yo detskiy qilib qo'yadi. Oladigan odamga ham tavsiya beraman, buni 2 xona 3 xona qilib qo'yishini. Juda chiroyli planirovka bilan. Bu yoqda spalni. Spalnimiz ham juda keng, yaxshigina xonadon. Eshiklar, derazalarimiz akfa qilingan. Uyimiz juda Chilonzor metroga ham yaqin. Chilonzor metroga chiqsa bir 200 metrcha chiqadi. Juda qulay lokatsiya, o'z Chilonzorda zo'r joydan deb aytamiz. Investitsiya kiritish uchun olsanglar ham bo'ladi. Misol uchun mana shunaqa holatdagi uylarni hozir yevro remont qilib sotishyapti. Olib sotarlar ham narxini 75-80 atrofi qo'yishyapti. Bu uyimizni biz kelishgan holda egasi bilan gaplashib juda yaxshi hamyonbop narxlarda qo'ydik. Buni narxini aytsam sizlarga 65 ming AQSh dollar deb belgiladik. Yana tepasida agar savdo qilsanglar, yana ham tushib berishi mumkin. Srochniga sotilyapti. 2 xona 48 kvadrat, 1,5 ga 3 balkon. Etaji ham juda shikolat. 5 etaj, 5 qavatli domda, ikkinchi qavatida joylashgan. Uyimizni aboy qilib qo'yilgan. Agar remont qilmayman desanglar, shu turishiga 400 dollarga kvartirani qo'ysanglar ham bo'ladi. 400 dollarga 1 soat, 2 soat ichiga odam joylab beramiz. Unisiga garantiya javob berib aytamiz. 1 soat, 2 soat ichiga odam joylab beramiz. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa, uyda baraka qilsanglar. Pastda nomerlar qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bu bizda ipotekaga berilmaydi, faqat naqdga sotiladi. Naqd pulga sirazi kalit notariusda beriladi. Dokumentida hech qanaqa muammosi yo'q. Juda chiroyli xonadon. Fayzli xonadon ko'rib turibsizlar. Kvartirada ham yashamagan. Endi uyda egalari redga kelib turishgan. Shuning uchun remont ham qilinmagan. Prosta tak kosmetika aboy qilib qo'yishgan, xolos. O'zlaringiz uchun bemalol chiroyli remontlar qilib yashasanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.